Turmush qurganimdan keyin eng ko'p sog'inadigan, qo'msaydigan narsam nima ekanligini bilasizmi? Odatda qizlar turmush qurgandan keyin ota-onasini, aka-ukalarini, o'z uyini, o'zi tug'ilib o'sgan uyini sog'inadi-ku. Shunaqami? Men esa yaxshilab o'ylab ko'rsam, eng ko'p sog'inayotgan narsam bu hozir erkinlik ekan. Lekin bu yerda bir narsani aytib qo'yay. Bu degani hamma narsada hisoblashish, hamma narsada ruxsat so'rash degani emas. Men sog'inayotgan erkinlik boshqa. O'z pulimni o'zim xohlaganday sarflash erkinligi. To'g'risi, turmush qurgandan keyin ko'p narsalar men uchun komfort bo'ldi. Ya'ni uyimizga necha pul to'laymiz, kommunalka qancha chiqadi, oziq-ovqatga qancha ketyapti, bular haqida hech narsa bilmayman. Buning uchun turmush o'rtog'imga minnatdorman. Yana eng qizig'i, turmush o'rtog'imning kartasi menda. Men nima xohlasam olishim mumkin, lekin qayerda nima olganligim haqidagi xabar, borib turish hissi menga yoqmas ekan. Ayol kishi shunaqaki o'zi ishlab topgan pulini hech kimga hisob bermasdan o'zi xohlagancha sarflashini istaydi. Menimcha bu ayol kishini tabiatiga xos xislat. Shuning uchun bo'lsa kerak, ko'pchilik ayollar ishlashni istaydi. Vizam sababli ishlolmaganligim uchun hozir eng ko'p istaydigan narsam bu ishlash. O'z pullarimga ega bo'lish va o'zim xohlagan narsalarga sarflash. Sizchi, siz turmush qurganingizdan keyin eng ko'p nimani sog'inasiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu men uchun juda ham qiziq.